O'zim yolg'iz emasman. Ko'kdan tushgan sanam bor. Mehri daryodek toshqin. Mehribonim onam bor. Alo, assalomu alaykum. Feruzaxon opajonim, o'zingiz bo'lasizmi? Ha. Sog'misiz, salomatmisiz opajonim? Kayfiyatlaringiz ham a'lomi? Rahmat. Biz sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Avvalambor mana shunday qutlug' ayyomlar, muborak kunlar, 8-mart bahor bayramingiz sizga muborak bo'lsin. Rahmat. Hamisha yaqinlar ardog'ida, farzandlar e'zozida bo'lib yuring. Bahor gullari kabi ochilib, baxtdan quvonib yuring. Biz Telegram ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatini olib borayotgan Yaqin insonimga izhorim tabriklar loyihasidan sizni bezovta qilyapmiz. Loyiha boshlovchisi Feruza Bonu bilan jonli muloqotdasiz. Sizni tabriklab qo'yish maqsadida, bayramingiz bilan tabriklash maqsadida bizga bog'langan yaqin insonlaringiz borlar. Ular o'zlarining ajoyib tabriknomalarini, dildan chiqqan haqiqiy dil so'zlarini siz uchun qoldirganlar. Nima deb o'ylaysiz? Sizni shu qadar sevib, ardoqlab, hurmat qilib yurguvchi yaqinlaringiz kimlar bo'lishi mumkin? Qizlarim. Qizlaringiz nechtalar opajon? 3 qizim bor. Mashalloh, jannatiy ayol ekansiz. Qaysi birlari biz bilan bog'langan deb o'ylaysiz? Kattasi Malika. Mashalloh, qalbingiz, muhabbatingiz hech ham adashmadi. Sizni dunyo qadar yaxshi ko'radigan, dunyolarga almashmayman deya sizni mehriboningiz, qizalog'ingiz Malikaxon va albatta u kishiga hamrohlik qilgan holda mehriboningiz, qondoshingiz, jondoshingiz, singiljoningiz Azizaxon biz bilan bog'langan edilar. Ijozat berasizmi, ularning go'zal tabriknomalarini qabul qilib olasizmi? Rahmat sizga ham, hurmatingiz ajratgan qimmatli vaqtingiz uchun. Assalomu alaykum chiroyligim onam. Mehribonim, munisam, jannatiy farishtam onam. Yuzlari oyim, qoshlari kamonim onam. Go'zal desam, sanam desam, lobar desam, ming a'loyim onam. Men sizni ushbu muborak kun, go'zal ayyom, onajon bayramingiz 8-mart bayramingiz bilan tabriklayman. Gullarimning sarasi onam, atri gulim onam, jannatiy farishtam onam. Ushbu go'zal kunlar sizga qutlug' bo'lsin. Quvonchim, jonim, jahonim, siz mening hayotimsiz. 100 yoshga kirganingizda ham har yili bayramingiz bilan tabriklab turish menga nasib bo'lsin. Yuzingizda baxt ko'ray, quvonch ko'ray. Baxtim hamisha salomat bo'ling. Eng buyuk insonim, eng aziz, eng qadrli, qimmatli insonim o'zingiz-ku, Malikam, duojonim bo'lib turing. Siz mening urayotgan yuragim, qalbimning qo'risiz. Mening qalb tumorim, ko'z tumorim o'zingiz. Yoningizda quvonchni his qilaman, mehrni his qilaman. Eng baxtli qiz men bo'lsam kerak. Chunki sizdek sof dil, samimiy onaning izdoshiman. O'qimishli qiz bo'laman, soliha, sarishta, oqila qizingiz bo'laman. Sizni kipriklarimda asrayman. Jannatlarda tojlar kiydiradigan, rahmatlar keltiradigan soliha qizingiz bo'laman. Yuzingizga faqat tabassum yarashar ekan, onajon, sizni eng baxtli ona qilishga so'z beraman. Quvonchlarim sig'may ketar tanamga. Bolam deya kirib kelsa xonamga, farishtaga o'xshar deyman u asli, farishtalar o'xshar mening onamga. Kerak emas tilloyu zar onamga, kerak emas qanotu par onamga. Shuning uchun farishtasiz deya olmayman. Farishtalar asli o'xshar mening onajonimga deya mana shunday ajoyib tabriknomalarni mitti Malikangiz, erkangiz Malikaxon nomlaridan va albatta singiljoningiz Azizaxon nomlaridan qabul aylaysiz opajon. Katta rahmat. Qanday shirin so'zlaringiz? Bergan bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Sizlarga rivoj. Katta rahmat. Rahmat sizga ham. Baxtlarga hamisha salomat bo'ling. Qizalog'ingiz uchun qanday shirin so'zlaringiz, bayram tabriklaringiz bor singlingiz uchun? Men bayram bilan tabriklayman. Sizlarga omad, hamisha bahodir hayotlari chiroyli bo'lsin. Ilohim. Opajon, nima deb o'ylaysiz? Qizlaringizdan qaysi biri sizga o'xshaydi? Hech qaysi. Ular dadajonisiga o'xshaydi, to'g'rimi? Mashalloh, chunki qizlar dadalariga o'xshaydilar. Opajonim, xursandchilik kunlaringiz mana shunday ko'p bo'lsin. Yaqinlar ardog'ida, farzandlar ardog'ida yaxshi kayfiyatda o'tkazib oling, salomat bo'ling. Mana rahmat opa, sog' bo'ling, ishlaringizga omad. Rahmat sizga ham, rahmat, salomat bo'ling. Dardlaringiz to'kib soching yayrasin dil, armonlarga to'lmasin hech ko'ngil.
Omadimni hadiya etdi qarang taqdir. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Ko'zlarimiz dardli yoshga to'lgan edi. Dilda tashvish jonimizdan o'tgan edi. Yurak sho'rlik barchasiga ko'ngan edi. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Hammasi borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Armonlarni eshigida zorlanishlar, muammolar girdobida xo'rlanishlar. Ko'rib qo'ysin ko'ksim turtgan shum tanishlar. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Ko'kni tutib ketar edi nidoyingiz, ajinlarga yashiringan chiroyingiz. Ijobatin topib barcha duoyingiz. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Endi guldek kulib tursin yuzlaringiz, nurlar sochib yashnasin juft ko'zlaringiz. Xizmat qilar sizga o'g'il qizlaringiz. Yaxshi kunlar mana keldi onam. Hammasi borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga